Afg'on yo'lning bo'yidan yuzlaganlarga sizlarga zo'r variantda uy topib qo'ydik. Boramiz, mol bozor bitdan gatirganimizda, Manas kafedan o'tganimizdan keyin mana shu ko'chada, ya'ni 2 etajli kottejlardan Kaptaldan kirib boramiz. Mana shu o'rimizda Saraton Olsotli uyimiz bor. Afg'on yo'ldan tushganimizdan keyin chap qo'ldagi 2-ko'chaga kirganimizda mana shu uglovoy joyimiz sotib qo'yiladi, xudo xolasa. Bo'rimizda gaz, suv, svet hech narsadan muammosi yo'q. Hamma narsa ishlab turibdi, yonib turibdi, xudo xolasa. Olib turib, to'g'ri yashab ketsanglar bo'ladi. Yana tayin azroq kosmetika joylari bor. Umumiy maydoni 6 kilometr eltlarni akvaynallar qo'yilgan bir qator. O'zingiz uchun bir qator hamma narsani ko'rib olasizlar. So'qlardan yaxshi qilingan, fundamentlardan yaxshi qilingan. Endi botamizda uyimizning ichini bir qator ko'ramiz. Adlar ham shunday zahvat yerlaridan bor, xudo xolasa. Uyimizning ichki tarafi ko'rsangizlar bo'ladi, otopleniylar tozadan o'tirilgan, ichlari botamiz haksi bo'ldi turibdi. Tashqi tomon oynalar akvadan qo'yilgan. Pollardan moshni qilib ishlangan. Ko'rsatlar bo'ladi, bostirlashlarni ham e'tibor beramiz. Bostirlashunda hamma og'och bo'lsin, xadolar bo'lsa, hammasi moylanib, moshni qilib ishlangan. Chilarini ham hammasi zo'r qilib ishlangan. Bu yerimiz bir koridor ko'rsatlar bo'ladi. Bu yerimiz ikkinchi koridor. Koridorimizga 3 xona qarag'an. Endi xonalarni bir qator ko'ramiz. Bu yerda bir spalniy xona. Bu yerimizda bo'lgan bo'lsa, bo'rimizda 2 xonasi pollanmagan. Bu yerimizda yana bir zal hisobida, ya bo'lmasa xona hisobida, mana shunday holatda ko'rsatlar bo'ladi. Kosmetikaga tayyor turibdi, xudo xolasa, to'g'ri kosmetikasini boshlab ketaversizlar bo'ladi nasib bo'lsa. Ko'rsatlar bu fundamentlardan yaxshi, so'qlardan yaxshi holatda. Otopleniyalarda moshni qilib o'tirilgan ekan. Endi bu tomon bo'lsa, bu yerimizda ulkan bir zalimiz. Bir to'ydan odam siyadi. Ko'rsatlar bo'ladi, mana shunday holatda. Otopleniyalardan o'tirilishini e'tibor beramiz, zo'r qilib montaj qilingan ekan borimiz. Endi orqa taraflarni bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Bo'rimizda gaz, suv, svet hech narsadan muammosi yo'q, bilasizlar. Bo'rimiz botamizda mana shunday kuxnyasi. Kosmetika уже tayyor turibdi. Qarangni bosib o'zingiz uchun bir qator ko'rishtirib olsanglar bo'ladi. Endi botamiz orqa tarafini ko'rsatib. Bu yerimizda mana orqa tarafi ko'rsatlar bo'ladi. Bu yerimizda kotel xonasi. Shunday holatda ko'rsatlar bo'ladi. Hammasi bir solingan. Bu yerimiz botamizda mana orqa tarafi. Bo'rimiz umumiy 6 sotik deyilyapti. Dokumentda sal kengroq, uqaroq uyimiz yotir. Ko'rsatlar bo'ladi mana shunday holatda. Uyimizning orqa tarafi shunday holatda. Endi botamizda narxlar haqida bir qator aytib o'tib ketamiz. Bu uyimizning narxini aytgan bo'lsak, narxni aytishdan oldin siz bizga podpiska bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, sizga ham bizga manfaatli bo'ladi. Bu uyimizning narxini uyning egalari 500 million so'mda o'tir, yana ham aytib tortishib kelishgan yerlari bor deyilyapti, xudo xolasa. O'zlarini telefon qilib bog'lansanglar, pastda opisiyaniyada nomerlarini qoldiraman, o'zlarini bog'lanib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'it Makler kanali.